Mana aziz obunachilar, albatta Qo'qonbas Farg'ona bozoridamiz. Mercedes so'raganlarga, BMW so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana ishqibozlari bo'lsa, juda ko'pchilik akalarimiz zakaz qilgan. Ana shu mashinalardan ko'rsatdik. Ladalar ham bor, undan tashqari Vista, Cross hammasidan bor. Video davomida hammasini ko'rib, ma'qul kelganga aloqaga chiqaverasizlar. Yurib boshladik. Lider darvoza jamoasi sizlarga mana bunday ko'rkam, shinam, eng asosiysi hamyonbop darvozalarni taklif qiladi. Bizda 12 ta viloyatga dostavka, ustanovka mutlaqo bepul. Lider darvoza ustaxonasi o'z ishlariga 5 yildan 10 yilgacha kafolat beradi. Lider darvoza jamoasida ustalar malakali, tajribali. Bizda yasalayotgan darvozalar Dubai Pason, high-tech variantdagi, ne klassika uslubdagi mana bunday darvozalar faqat Lider darvoza ustaxonasidan chiqadi. 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan boshlanib 2 million so'mgacha bo'lgan darvozalarimiz bor. Kimga shunaqa darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqishlaring mumkin. 12 ta viloyatga dostavka, ustanovka bor. 90-yil, ha? 91-yilda ishlab chiqarilgan BMW so'raganlarimiz bo'lsa, mana BMWga ishqibozlar uchun BMWlardan ko'rsatib o'tamiz. Mana eskilarni ham ko'ring. Naqshat mashina. Tanir ko'rsat bor, ha? Ko'rsat bor. Muzika aytyapti. Hozir biz titib qo'yamiz. Avtomat. Aka motorni ochib berasiz, ha? Orqalari. Ko'rinishlar. Nechili bu motor aka? 208. Pagalina. Propan ekan, ha? Propanda mashina. Orqalarini ko'ring akalar. Subwooferlari bor. Aka nech pul so'rayapsiz buni? 8,5 ming dollar so'ralyapti, kami bor. 8,5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi bozor? Endi birinchi bozor, ha? Hali narx bo'lgan yo'q, ha? Kelishtirib berasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 99lik 999 92 36 raqamiga chiqaverasizlar akalar mana. BMW. Qayerdiki bu? Marg'ilon. Generalniy bo'ladi, ha? Xo'p. 94-yilda ishlab chiqarilgani ham bor. Mercedes so'raganlar bo'lsa mana. 202 bu, ha? 111 motor ekan. Motorlarni ham bir ko'rsating endi aka buni. Mashinani ovozi ham yo'q, ha? 111 motor. Odamlar yaxshi ko'radigan motor shu bo'ladi. Ustalar yaxshi ko'rishadi bu motor. Buni, ha? Ha, afsonaviy. Ularni ham ko'rsatib o'ring. Metallari bor. Metali bor. Kraskachi bunda aka? Metali bor. Zapaska bor mana. Tan zapaska, dankarat, kuluch ham yo'g'i bor. Menga o'xshaydi. Mana. Ehzol. To'rtta balon yangi, motor yurishlar ham zo'r, xudo xolasa behijona. To'rtta balon yangi. Bu hozir 5000 ga o'tib beramiz. 5 ming dollar so'rayapsiz. 4000 qilishyapti. 4 ming dollar savdo bo'pti. Berganingiz yo'q, ha? To'rga bermabdi. Qo'shaverasizlar, kelishaveradi mana. Telefon qilib bemalol kelishsangiz bo'ladi. Nech? To'rdan tepami? Ha, To'rga qo'shadimi? Sal tushib berasizmi, ha? kelishamiz davomli. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 533 533 52 52 raqamiga telefon qilaverasizlar. Qayerdaki bu? Marg'ilon. Generalniy bo'ladimi? Generalniy? Neboy beradi. Любой dakmit bo'laveradi ekan. Lada Grande ham bor bu yerda. Yilichi buni? 13, ha? 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Motorni ochib qo'ysak aka.
Lada Granda so'raganlar bo'lsa, mana. Lada Granda. Ko'ringlar. Metani bor. Temir. Zapaskasi bor ekan, ha? Zapaskalari bor. Qanchaga beramiz aka? 3200 so'ralyapti. Kami bor. Kelishtirib berilaveradi, ha? Narx qilishdimi bozor? 2300 ga beraman. 2300 dollar narx ko'ribdi, bermabdi akalar. Ustiga yursa sotiladi ekan. Telefon nomeringiz? 99 lik 510 510 0799 raqamga chiqishaveradi, bo'ldi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar, Samara so'raganlar bo'lsa, mana Samara. Bir boshdan tanishtirib o'tiramiz. Dehqonchilik mashina aka. Puli, chexol, bar, magnitofon hamma yo'q bor. Yurgani qancha aka buni? 498 ming yurgan. Ochib qo'ysak endi masalan. Oldin, ha? Orqasi ham ochiqmi? Bu kamerami aka bu? Ha, video registratorlari bor. Metani bor, ha? Metani bor. Metani bor. Bo'laveradi. Gaz, benzin. Mashinamda rasxod yo'q. Nech pul qilishdi aka bugun? 1900 dollar narx qilishdi. Bermadingiz? Yo'q. 1900 ga qo'shib sotiladi. Motor, korobka, hadoylari yaxshi. To'g'ri aka. Telefon nomeringiz? 77lik 77lik 791 791 76 79 76 79 raqamga chiqishaveradi ekan. Qayerdagi mashina? Quvoniki. Quvoniki, bo'lardi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Lada Kalina so'raganlar bo'lsa, mana akalar, Lada Kalina benzindami bu? Bizinda Konditsioner ishlaydi aka. Pultlar bor ekan, mejigar pulti bormi? yo'q. Yo'q, ha? Motorda muammo yo'q aka. Ochilmagan. Motor ochilmagan. Qancha yurib qo'ydingiz? 170 ming aka. 170 ming yurgan ekan. Orqalari ham tiniq turibgan ekan. Mashina tiniq turibgan aka, ha? 6.5 ta shahar ichi. 6 ta 6.5 ta shahar ichi, ha? Yurish yaradi endi. 1.6 palto bor, agar bosaman, sen ichi ko'proq bo'ladi. Zapaska danka. Kuruchlari ham bor aka. Hamma yo'q bu. Boshlang'ich toptiraverib turibdi. Ko'pchasigacha turibdi. Dehqonchilikmi aka bu o'zingiz minib yurgan? Qancha qilib berasiz aka buni? 4.5 baho aytyapsiz. Narx 4.5. Kami bor. Bor. Bozor nech pul qildi? Bozor aka 4 pul. 4000 dollar narx qilishdi. Bermadingiz, ha? 4 ga bermabdi akalar. Balolar yaxshi ekan. Oliyda qolib bo'lsa telefon qilaversa tumankalarigacha yonadi, hamma yo'q. Mana. Bu hashbek aka. Bo'ldi. Telefon nomeri aka? 94lik 94lik 701 701 88 55. 88 55 raqamiga chiqishaveradi. Qayerdaki? Farg'ona shahar. General beraman deysiz, ha? Beraveramiz aka. Xo'p. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Takuma so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana Takuma akalar. Motorni ochib yuborasiz, hoji aka? Kraskasi qanaqa buni aka? Bu qanotda?
Metani bor ekan. Rasxod yo'qmi? Konditsioner hamma yo'q bor. Ishga. Rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Polik, chexol. Juda keng mashina aka bu, ha? Metani bor. Zapaska mana turibdi akalar. Zapaskasi, gumishtir. Hamma yo'g'i bor. Sotib olaman deganlar telefon qilaverasizlar akalar. Bu qaysi nimadan ko'rsatadi? YouTube'dan. Afsona TV. Qancha yurdingiz mashinada aka? 500 atrofida. 500 atrofida yurilganida. Polik, chexol hamma yo'g'i bor. Qancha qilishdi bugun bozorda? Bugun qilishgan yo'q, uyda 6000 qilishgan. 6000 dollarni ko'rdi. Bermadingiz. 6 ga qo'shsa sotiladi. Pullari yetmadi, hali kredit olishadi. Ha, 6 dan tushib berasizmi? Naqqa? O'zi naqdga 6 ga beradi. Kredit deyapsiz, o'shanga aytyapman. Yo'q, ular kredit olib turib pulini naqdga beramiz deyishdi. 2008 ga Kelisha olmadingiz. kredit nima qilishalmasa. Ola olmadi, ha? Ha, olishadi. Telefon nomer 91lik 600 70 64 46 raqam chiqishlar. Qayerdagi uyda bu? Marg'ilonlik. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Lada Granda. Mana akalar. Ko'ringlarchi. Lada Grandami? Aka, motorni ochib yuborish kerak ekan. Ko'ringlar. Aylantirib ko'rsatamiz. Lada Granda. Lada Vesta bu, aka. Buru 8 mi motor? Motorda mama yo'q, ha? Yo'q. Motorda mama yo'q. Bu rezinka o'zingiz qilganmisiz aka buni? Ha. Sifatga, ha? Mana. Mana. Sidinas qizidi, mexanika. Konditsionerlari bor. Multirol. Kruz kontrollari bor. Hamma yo'q ishlaydi. Orqasi metalchilar ekan, ha? Bu yo'g'ini ko'rak motorini. Ha? Hech narsa qilmaydi aka. 2 yildan beri garajda. 4-pokoleniya. Metanda ekanda. Motor tarafdan muammo yo'q. To'g'rimi? 2 yildan beri deysizmi? 2 yildan beri garajda turadi. Ha, o'shani sotaman deyapsizmi? Mana temir metan akalar. Dankarat, kulich hamma yo'q ichida ekan. Tak, yopib qo'yasiz. Mana orqasi. Orqasi ham kengina. Faqat oldi qiziydi aka. Sidinas oldi qiziydi faqat. Sidina faqat oldi qiziydi. Necha pul qilib berasiz? Narxini? 7,5. Kami bor. Kelishasiz. Telefon qilsa, ha? Bugun necha pul qilishdi? Ya kelib So'rab ketilyapti. Telefon nomer 99lik 997 1294. Archa balon qo'yilgan ekan, yumshoq balonlar, ha. Qayerda mashinasi dedingiz aka? Farg'onaning mashinasi ekan mana. Olida qollar uchun. Mana bozor qizyapti rosa akalar. Sotdingizmi aka? Qancha bo'ldi? 5,5 bo'ldi. 5,5? Yilichi? 23. O'ting. 23. 5,5 bo'pti akalar. ...2015-yilda ishlab chiqarilgan Lada Largus akalar. Metani boridan, Renault motor, rol gidroika. Metani bor akalar. Mana. Konditsionerlar ishlaydi, super. ABS tormozlari boridan akalar. Toza mashina, old orqa butun, ha? Butun. Bitta pisi yo'q mana. Sidinas qiziydi akalar. Mana sidina qo'shiydi. Qiziydi. Muzikalar aytyapti mana. Endi o'chirib qo'yamiz muzikasini. Konditsionerlar bor. Mana. Ko'rinishlar. 7 kishilik akalar mana. Orqasida joyi bordan. 7 kishiligidan.
7 kishilik. Zadniy kameralar bor. Ko'ringlar akalar. Qanchaga beramiz aka? 9,5 so'rayapsiz. Kami bor, a? Qancha yurgan o'zi mashina? 294,5. 294,5 ming yurgan. Bermagangiz bo'ldimi? 88 qilishdi. 8800 dollar narx qilishdi, bermadingiz. 9,5 deyapsiz, a? 9,5. To'g'ri. Telefon nomer? 99lik 121 121 65 24. 65-24 raqamga chiqib olasizlar aka. 92-yilda ishlab chiqarilgan pirojkovoz so'raganlarga mana tayyor pirojkovoz bor. Kamchiligi yo'q, rasxoti yo'g'idan ko'rsataman. Mashinani endi motorini ochib qo'yasak, ha. Bagaji ham bor mana. Metani bor. Chexol, pollik, linom hamma yog'i bor mana aka. Ko'rinishlar. Ko'rinishlar aka. Ko'mir toshdingizmi aka? Qancha ko'taradi? 1 tonna oladi, ha? 1 tonna ko'taraveradi akalar. Yoqilg'i? Metan. Metani bor. Motorda muammo yo'q. Rasxoti yo'q, ha? Necha pul qilib berasiz? 23 million. 23 million so'ralyapti ekan. Kami bor, ha? Qanchaga bermadingiz? 18 millionga bermadingiz, ha? Qo'shilsa sotiladi. Motor, korobka, hadovoy, zadimoz joyida. Telefon nomer 94lik 754 22 72 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Bo'ldi aka, generalni berasiz? Ha, beraveramiz. Xo'p. 16 ham bor akalar, ko'rib qolganlar bo'lsa, izlayib turganlar bo'lsa, buni ham bitta ko'rib olasizlar akalar. Kelishtirib beriladi ekan. Qancha qilib beramiz aka buni? 1800 so'rayapsiz. 1800 so'rayapsiz, ha? Metani bor, shumkasi bor, zapaska hamma yo'g'i bor ekan akalar. Balonlarni ko'ringlar. Joyida hamma yo'q. Rasxoti yo'q ham mashinani aka. Yo'q. Motor Moskarovka 3, gaz benzin sразу yuraveradi. Motor Moskarovka yaxshi. Gaz benzin yuraveradi. Balondan yangi. Shumka bo'lgan ekan aka. Shumka bo'lgan. Qancha qilib beramiz aka? 1800 kami. Necha pul qilishdi? Narxiga yo'q, ha? Yo'q, birinchi bozor. 1800 kami bor ekan, telefon qilaverasiz ekan, kelishilaveradi ekan. Telefon nomeri 88lik 783 783 36 34. 36-34 raqam chiqishaveradi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Samarami bu? Nechi bu? Vaz 2114. Vaz 2114. Yangi balon ekan, ha? To'rtta yangi bor. To'rtta yangi balonlar bor. Heshpegidan ekanda bu aka, ha? Mana. Boylar minida qondan ekanda bu. Bo'laveradi. Yoqilg'i nima bunda aka? Benzin ekan, ha? Kanamazirlari bilan. Ekomanzillar bor. Metan bilan ozgina farq qiladi xolos. Rasxotga? Metanda ozgina farq qiladi ekan, rasxot ekan. Mashina tiniq ekan-a, lekin, ha, hoji aka? Butun mashina. Ochiq edi. To'xtang, men ochib beraman. O'zingiz ochib bering. Motorda muammo yo'q. Mana. Yo'q, bitta aybi bor xolos. Nima aybi? Bitta yaxshi shopir keldi. Shashu nima aybi deyman. Mashinani tushunib minadigan odam bo'lsa, maza qiladi. Mana-da, buni, ha? Abdulbor yoqtiring. Mana. Qancha yurgan o'zi aka bu? 274. 274 ming yurgan. Necha pul qilib berasiz, hoji bu? 2900 baho aytyapmiz uka. Ozgina kami bor, ko'p qo'yganimiz. 2900 dollar so'ralyapti ekan. Ozgina kami bor deyapti. Telefon qilaverasizlar, kelishiladi. U aytilish narxi boshqa, sotilish narxi boshqa bo'ladi. Uyga borib ham bozor qilinaveradi. Telefon nomer 93lik 90chilik 732 732 47 87. 47 87 raqami chiqishaveradi. Qayerdaki bu?
Marg'ilondiki. Mana. Aziz obunachilar, haqiqiy dehqonboblardan 2112 2007-yilda ishlab chiqarilganini ko'rsatib boraveramiz endi. Motor qanaqa bu motor aka? Priora motormi? 16 kilap, ha, Priora motor ekan. Mashina nomingizda? Mashina nomida ekamiz. Chexol, pollik. Elektriskiy ekan o'ynaklari ham, ha? Metanda? Metanda. Koja. Orqani ochib yuborasiz aka. Ko'rinishlar. Ana. Kolonkalari bor ekan. Ichkarilar. Ko'ringlar. Tagida metan. Nechtalik bu? 80 talik. 80 talik metani bor. Ko'rinishlar. Kraskasi buni aka? Ustidan bo'lgan asvijit bo'lgan, ha? Nech pul qilib berasiz? 2700 kam bor aka. 2700 kam bor. Qancha qilishdi bozor aka? So'rashyapti aka. So'rab ketilyapti. Nech pul atrofida chiqsin bo'pti. Maqbul bor. Ko'rsin puli bor. Inch ko'rsatsangiz aka 1,5 puli bor ham chiqib kelaveradi-da. Ikki atrofidami Filiz minsi bo'ladi, ha? Telefon nomeringiz? 94lik 446 36 44 raqamga chiqishaveradi. Qayerdagi mashina? Bag'dod. Bag'doddiki. Dokument tomonmi yo'q-a? Generalni beramiz, to'g'rimi? Xo'p. 86-yilda ishlab chiqarilgan afsonativ aka. Mana 01 so'ragan akallarimizga metani boridan. 011. 011 ha? Motor 03. muammo yo'q motorda? Yo'q, muammo yo'q. Zadimoslar yaxshi. 011 ekan. Chexollari, polilari bor ekanlar. Kraskachi aka bunda? Polnimi? 4 yil oldin bo'lgan, polni bo'lgan. 4 yil oldin, ha? O'shandan beri turibdi aka. Ochingchi-mi? Kalit. Metan. Taglari ham bo'lgan ekan, ha? Benzinda yuradimi aka? Benzinda, ha? Zapaskasi yo'q, ha? Zapaska olib beramiz, uyda. Dam turadi. Zapaskasi bor, olib beramiz. Bo'laveradi. Motorda rasxod yo'q, korobkalari yaxshi, zadimoslari yaxshi. 03 motor. Nech pul qilib berasiz aka buni? Buni 14,5 million qilishni bermadim. 14,5 ga bermadingiz. Kichik qo'shsa beraman. 14,5 ga bermadingizmi aka? 14,5 millionga. Yaxshi narxda aka, berib yuborish kerak edi. Zo'r narx. Mashina ham yomon emas-ku, ukajon. Bo'ldi aka, telefon nomeringiz. Endi qancha baland etsangiz shuncha o'tiraverasiz demoqchiman-da aka. Telefon nomeri aka. Hozir mana qarang. Arzonroq qilsangiz, oladigan odam chiqib kelishasiz-da. 90lik. 90lik 364 364 2700. 2700 raqam chiqaveradi. Generalni berasizmi? Beramiz. Generalni bo'ladi. Nima yo'q. 84-yilda ishlab chiqarilgan ekan mana. 84-yilda ishlab chiqarilgan. Mo'lyatdimi bu? Motorda muammo yo'qmi aka? Benzindami bu? Nechta razod qiladi? 10 ta atrofida. 10 ta atrofida aka. Bo'ldi. Chexol, poli bor. Рабочий mana. Rullar qo'yilgan ekan aka. Bo'laveradi. Mana. Zapaska yo'q aka. Taglar. Uzunligi. Qanchaga berasiz aka buni? 15? 15 milliondanmi? O'tib berasiz, ha? 10 ga berasizmi aka? Naqd puli borga?
Ozgina tushib berasiz. Qancha endi? Qancha atrofida? A bering bir foydalansin aka bir dehqondan. Telefon qilishyapsizmi? Telefon nomeringiz? 88lik 661 8305 raqamga chiqaveradi. Bo'ldi. Mana akalar, Moskvich ham bor. 83-yilda ishlab chiqarilgan, bagaji boridan tayyor. Mana akalar, metani boridan. Haqiqiy Moskvich ekanda bu aka. Motori ham o'sha 412. O'tirib qolganlarga permitka bor. Davshmetlarga nasos bor. Kompressorlar bor. Sudachlar hamma bor ekan. Keyin quloqlarni qolganlarga o'tadigan sam, shoqqa, podushkalar bor. O'rmon qalay endi? Yaxshimi? Ha, mana des. Metani bor. Dakmetalni, Benzin yuradimi? Yo'q, Faqat metan yuradi. Metan tugab qolsa-chi? metan to'qqiz metan bor. Persinolar bor. Mana. Persinolar bor ekan akalar. Bagaji bor. Perspi ham bormi? Persipi? Yo'q, persep yo'q. Persip tortganmi o'zi bu? Tortganmi? Yo'q, tortmagan. Ha, persinoy bor ekan-ku. Qo'yib qo'yib, egasi qo'yganda. Ha, egasi qo'ygan. Tortmagan. Siz bilmaysiz uni, ha? Necha pul qilib berasiz? Hozir 5 ta bank kelgan. 15 million deyilyapti. Kami bor. Kami bor aka. To'g'riga berasizmi 10ga? Naqd puli borga? 10 ham o'zi normal pul bo'lyapti. O'sha $8 atrofida bo'ladi aka. Kelishaverasiz, ha? Telefon nomeringiz? 91lik 159 82 15 raqamga chiqishaveradi. Qayerdagi mashina? Yapan. Yaypandiki. Qo'qon Yaypandiki ekan akalar. 87-yilda ishlab chiqarilgan ko'rinishi Moskvich, lekin pirojkovoz akalar. Bu ham sotiladi. Ko'ringlar. Dehqonchilik aka. Metani bor. O'zingiz minganmi? Hamma yo'g'i joyidami? Motor moy yemaydi, ha? Motorlari moy rasot qilmaydi. Buni-ya? Prinsipi ham bormi? Turg'ularning prinsipi ham bor ekan. Kamiga. Mugi ham qilmas shekilli aka. Shuni ochib ko'ribsan. Bir tonna oladi endi bu. Yuni qo'ysa, 1,5 tonnaga chiqadi. Ha, parjinasini qo'ysa. Prinsipi ham bor ekan xohlasalar akalar. 100 talik temir. Pultigacha bor. Pulti ham bor ekan. Ko'rinishlar. Qanchaga bermadingiz aka buni? Hali bunga yo'q. Narxiga yo'q, ha? Qancha? 15 million kami. 15 million kami bor. Narxi qanchaga berasiz? 800 ga berasizmi dollarga? 12? 1 million 10 millionga bo'lmaydimi aka? Bering foydalansin aka. Sizdan keyingilarga ham qolsin-da chicha aka. Rosa benafsiz. Kelishasiz, ha? Bo'l. Telefon nomeringiz? 99lik 654 38 88 raqam chiqishadi. Qancha mindingiz aka? 1 yilda oshirib. Ha, o'zi aka, 1 yil mingan bo'lsangiz, zo'r aka. 78-yilda ishlab chiqarilgan. 06 bu. 06 akalar mana. Ko'ringlar. Arzonroq berasizmi? Mana. Metani bor. Ko'ringlar. Motor moy yeydimi aka? Yemaydi. Yemaydi, ha? Motor qilingan aka, ha? Motor qilingan. Ha. Mana pullik qilib qo'yilgan ekan, qo'li bor, magnitofon bor. Ko'rinishlar. Ko'ringlar. Metani 100 talik. Daladan kelyapti. Zapaskasi bor ekan. Metani bor. Benzin yuradi mashina, ha? Benzin yurmaymi? Benzin yurmaydi ekan lekin. Motor karakolari yaxshi. Zadimos yaxshi ekan. Qanchaga berasiz aka buni? 9 qo'yadi. 9 million. Kami bormi? Sal tushib bering obunachilarga aka. 8,5 puli bor chiqsinmi aka? Kelishasizmi? 8,5 millionga akalar mana 06 so'raganlarga tayyor metani bor. Telefon qilaverasizlar, akamiz berib yuboradi. Endi bir qop temirga oladi endi uni aka. Telefon nomeringiz? 99lik 404 404 46 95. 46 95 raqami chiqib turadi. Lekin salon chiroyli ekan akalar mana.
Taniq turibdi ekan salon ichkarilari. Qayerdaki o'ziniki bu? Avvalniki. 2141. So'raganlar bo'lsa, yilichi buni aka? 90 ha? Propandanmi mashina? Propan. Propan. Motorda muammo yo'q, ha? Muammo yo'q. Rasxod yo'qmi? Hozir ko'nmadingiz-ku. Bo'ldimi, siljadimi? Mashinaga? Uni eshiklari shu. O'zim qilganman aka. Ha, o'zingiz qilgan. Bu yoqlari hammi? Kelib bo'lgan, ha. Tagigacha bo'lgan. Mashina propanda 42 tali. Chal. Tagidami? Ha, pastda zaxras qolgan. Dugalarni ham qo'yib yuborishsa bunaqasiga. Boshiga qilib. Qani qo'shimcha aka? Necha pul qo'yamiz? 20 kam bor deyapti. 20 million. Kami bor. Kami bor. Necha pulga bermadingiz? Buni hozirda realni beradigan 15 mi? Tepasida bo'laveradi. Hozir chiqsa qo'shadi. 15 narx puli bor chiqsinmi? Kelishasizmi? Yo'q, necha tepa. Ozgina. Qo'shadimi 15? Sunnatiga qo'shadi. Telefon nomer. Telefon nomer 33lik. 33lik 766 766 43 46. 43 46 raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz aka. Dokumentlar, любой dokument bo'ladi. Hamma dokument bo'ladi. Qayerdagi mashina? Aqsh qalapasi. Bo'ldi. Tasarruf. 02 bor. Afsona TV. Bagaji ham bor ekan tayyor. Yili nechi buni? 73. Balon tugabdi lekin. Balon qo'yib olar ekan, ha? Motorida muammo bormi? Yo'q. Motori yaxshi, ha? Zaglushkadan suv oqyapti? Chexol, pollik, lindo, magnitofon hamma yo'g'i bor. Bu bizim bakmi? Ha, buni ham qaytarib qo'yib qo'ydingiz joyiga, ha? Ha, bu Metani bor ekan, ha? metan, temir. Temir metan. Bagaj bor mana. Ruxsat bor-a bagajga? Bo'laveradi. Hujjatlar hamma yo'q joyida. Hujjat hamma yo'q joyida. Bagajda ham hujjati bor. Ha, bagajning ham hujjati bor, ha? Necha pul qilib beramiz buni, hoji bu? 15 million kam bor. 15 million. Kami bor. Bozor qancha qildi? 12 yarim. 12,5 million qildi. Bermadingiz. Naqd pul bo'lsa kelishasiz. Telefon nomeringiz? 33lik 33lik 097 097 17 38. 17 38 raqamiga chiqaverasizlar akalar. Qayerdagi mashina? Yazivondagi. $500 qimmat etyapsiz aka. Xo'p, yili 87-yilda ishlab chiqargan 06 mi bu? 06 akalar. Metani bor ekan mana. Temir metan. Dinalari zo'r, rasmga olib qo'ying ishdan. 14 diska balon. 14 diska balon. Mana chexollari bor akalar. Nima paya yuklaganmiz bunga? Hamma narsa aka. Azlashib qo'yaman. Motorda muammo yo'q. Ketdi motor. 5 talik korobka, uni ham aytib o'tdim. 5 talik korobkasi. O'zingiz yetib qo'yapsiz-ku. 5 talik korobka. Kraskasi bor. Kraska polniy bo'lgan. Kraska bo'lgan ekan mana. Ko'ringlar. Bu bufer nimaniki? Yo'q, 09 bu berish. Ha, 09 dik, ha. Temir metan akalar. Ruxsat bor-a metanga? Qancha qilib berasiz? Qo'lga tegish 500. Qo'lga tegis $400. Obunachilarga tushib bering endi $500. $50 nima degan gap endi aka sizga? 500 dan jindek o'tib beraman. 50 tushib berasizmi? Hech bo'lmasa. 50 demi, o'sha gapni shu olishyapti-da. Shu 50 tushib bering, o'sha yaqinroq gaz paziga o'tib beraman, 100 ming, 200 ming. 300 ming o'tib berasiz, bo'ldi, hech bo'lmasa. Bo'ldi, o'shandan 500 dan 300 ming o'tib beradi ekan akalar. Telefon nomeri aka. 91. O'zingiznikini bering. 91 lik 674 674 37 75. 3775 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Volga pick-up so'ragan akalarimiz bo'lsa, 91-yilda ishlab chiqarilgan mana. Xolagan yukni bosaverasizlar akalar. Ko'taraveradi 2 tonna 2,5 tonna ish mana. Achchig'ingizga tegsa mana, birantasi achchig'ingiz kelsa, shuni bo'ynidan beylab turib, mashinaga tiqib yuborasizlar, ketaverasiz. Mana temir metani bor. Temir metan. Mana. Gap yo'q ekan. O'taydimi bu? O'taydi. Yuradi, ha? Yuradi, mashina. Yuradi, mashina. Metallim bo'lib ketdi aka bu.
Puli yarashadi endi aka. ha? yarasa. Bo'ldi. Lekin motori yaxshi holatda. Qani ochingchi motorni. Motori butun, ha? Radiatorlari suv qaynamaydi. Bo'laveradi. Nech pul qilib berasiz? $800 qo'lga tegish. $8. Ha, tushib beringchi. Siz o'zingiz bilib tushib beringchi. 750 qilib beraman bo'lishi. 700 qilib beringchi bo'lmasa aka. Ha, endi 50, endi katta mashinaga 50 hech narsa basta aka. Obunachilarim uchun 50 tushib bering yana. $700. 700 ga oxirgi narx. Bir so'm kami yo'q. Yo'q, kami yo'q. Bo'ldi. Telefon nomeri bu 91lik 674 674 3775. 3775 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar mana. Tayyor. Buni hali 6-yilda ishlab chiqarilgan. Nima bu nomi aka? 31 105 Volga 105 Volga. Tak, 5 nollargacha bor. 2007 deysizmi? 6 ha? Chexol, bar, magnitofon hamma yo'q bor ekan mana. Volga minaman deganlar bo'lsa. Bolalar ham yangi qo'yilgan ekan. Ro'li gidrolik. Motorni ochib qo'ysak. Persip yo'q a? Persip yo'q. Temir metal. Dankarat kulish-pulchilar bor. Dankarat kulish-pulchilari bor, ha? Tak. Mana motor. Metani bor. Muammo yo'q. Motorda rasxot yo'q. Korobkalari yaxshi. Hadovi yaxshi, ha? Yangi 4 ta balon qo'yilgan. Nech pul qilib berasiz? 3,5 deyapmiz. $3,5 so'ralyapti. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor 2,5 qildi. 2,5 qildi bermadingiz. Telefon qilishaveradi, kelishasiz, ha? Telefon nomeringiz? 660 22 11. Nechlik bu? 91 91lik 660 22 11. 11 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Generalni bo'ladimi? Hamma yo'q bo'ladi. Hamma dokument bo'laveradi. Xo'p.